Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Labba eshitaman opa. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Labba eshitaman sizni. Hayitlar bilan kelayotgan. Amin aytgan. Men ham mana shu 3-4 kundan beri yana belim bezovta qilyapti-da, dengrijam. Grijingiz bor. Grijingiz borligini qachon bilgansiz, opa? Grijam borligiga 10 yil bo'lyapti. 10 yil oldin sizda bel grijasi bezovta qilgan, yana 3-4 kundan beri bel grijasi sizda bezovta qilyapti, to'g'rimi? Yuralmash, qiyshayib. Og'riq bormi? Qiyshayib qolganman deyapsizmi? Og'riq bor, qiyshayib qolgansiz. Og'riqlar oyoqqa beryaptimi? Mana hali 3-4 kun sovuq bo'lgan kunlar oyog'imda ham og'ritdi. Hozir oyog'im og'rigani yo'q, faqat belimda bor. Belingizda bor. Ertalab turganda qotish bo'lyaptimi? Ha, qiynalib turaman. Keyin xuddi mashina qizib olsa yurib ketsa, xuddi sizda ham xuddi shunaqa turib yurib ishlaringizni qilib ketaverasizmi? Ha, shunaqa. Ha, tushunarli. Yo, sizda demak, faset bo'g'im sindromi deydi, ko'proq shunga o'xshayapti. Mana bu yerda umurtqalarning o'zaro birlashgan joyida bo'g'im bo'ladi mana. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bo'g'im. Bu harakat vazifasini bajaradi. Bu yerda yallig'lanish ketadigan bo'lsa, faset bo'g'im yallig'langan bo'lsa, xuddi siz aytganda ertalab turib yurib ketishda sal qiyinchilik bo'ladi, keyin turib yurib harakat qilib olgandan keyin odam xuddi qiziganday bo'lib turib ishiga davom etib ketib qoladi. Buni demak, tashxisini to'liq qo'yishimiz uchun birinchi navbatda MRT qildirish kerak, opa. Keyingisi MRT qildirganman. qachon qildirgansiz MRTni? Ashli 10 yil bo'lib qoldi. Unga mana shunda 9, 6, 4 mi chiqqanda 3 ta joyimda. Qarang, 10 yil degan, 10 yil juda uzoq muddatda. Biza 1 yil oldingi MRTni ham yangilashingiz kerak deymiz. Ilojisi bo'lsa bitta MRT qildirib yuboring. Keyin aytingki, MRTni elektronisini telefonimga tashab beringlar, men buni Toshkentga yuboraman deysizda. Menga yuborsangiz, ko'rib, har 3 mm ni sizga tasvirlab nima bo'lgan, nima qo'ygan o'zingizga video qilib tashab beraman. Chunki plyonkaga 30 ta rasm ketsa, MRTda 400 ta rasm bo'ladi. Har 3 mm ni biz sinchiklab o'rganamiz o'zimizning maxsus programmada. O'shandan ko'ramizda sizga aytamiz, nima bo'lgan, nima qo'ygan. 10 yilga MRT juda eski hisoblanadi-da. Bitta MRT qildirib olsangiz, ko'rib men sizga davo berishga harakat qilaman, opa. Maylimi? Xo'p, xo'p. Bo'pti, mayli. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi bo'ling. Mayli, qo'rqmang. Omon bo'ling.